Hürmetlik televizor köyçiler yaxşımısılar. Xəbərlərimizin körüşünlərini qarşı alımız. Abdunum rayonu qurulğan 70 yıldan buyan Qumul şəhərinin türlük işlərinin tərəqqiyat vəziyyəti güclük boldu. Qanda qılğanda yeni başlanış nöqtəsində turub, Şinjan iqtisadının yuqur sifatlik tərəqqiyatıda ölgə tiklab, Cungocha zamanəviləşdirishni Şinjan bo'yicha oldi bilan asosiy jihatdan amalga oshirg'ili bo'ladi. Stansimiz bu haqda Qumul shaharlik partiya komitetining shujisi Suntavni maxsus ziyorat qildi. Qumul shahri Abdunum rayonluq partiya komiteti bergan Şinjan iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotining ulgusi, Cungocha zamonaviylashtirish taraqqiyotidagi ulgu shahar, G'arbiy shimoldagi 5 o'lka Abdunum rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotidagi ulgu shahar barpo qilishdek o'rin talabiga chin qadilib, boyligi mo'l go'har simindan kasb yuqori pallasiga aylandi. Yetakchi kasbdan zanjir, zanjirdan top hosil qilib, topdan afzallik shakllantirdi. 2023-yili, 2024-yili GDP'ning eshish sur'ati uda 2 yil Şinjan bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Yangilik yaratish, amaliy ishlash orqali yuqori sifatli taraqqiyot javob qog'ozini yozib, yangi energiya boyligini o'zgachilik qilgan zamonaviy kasb sistemasini, zamonaviy ul asliya to'rini dastlabki qadamda shakllantirdik. Yeshil taraqqiyotning asosiy rangi texmi qiniqladi. Şinjandagi ishlab chiqarish umumiy qiymati 100 milliard yuandan oshgan yana bir viloyat darajalik shaharga aylandik. 2025-yili rayon ishlab chiqarish umumiy qiymatimiz ish sur'atining 10% dan yuqori bo'lishini mo'ljalladik. Qumul shahri boylik ustunligi, rayon qatnash afzalligi, siyosat afzalligini mavqe qilib, zamonaviy ko'mir ximiya sanoati, yangi energiya, yangi material, jabduq yasamachiligi, zamonaviy ashyo obroti, madaniyat, sayohatchilikdan iborat 6 cho'ng yetakchi kasbni yadro qilgan zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi. 2024-yili shahardagi ko'lamdan yuqori sanoat korxonasi 200 dan oshdi. 71 million 456 ming tonna ko'mir sirtqa to'shilib, Şinjanda sirtqa to'shilgan ko'mirning 50% dan ko'pragini egalladi. Kömür elektr, kömür ximiya sanoati kasbining qo'shilma qiymati 2023-yildagidan 16,8% ko'payib, sanoat qo'shilma qiymatining 77%ni egalladi. Elektr energiya generator umumiy ko'lami 32 million kilovatga yetdi. Buning ichida yangi energiyalik generator ko'lami 72%ni egallab, Şinjan bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Vaziyatni kuzatib, sotsialistik zamonaviylashgan yangi Qumulni jasorat bilan barpo qilish, Cungocha zamonaviylashtirishni Şinjan bo'yicha oldi bilan asos jihatdan amalga oshirishdek kurash nishonini o'tirib qo'ydik. Davlatning ko'mirdan moy gaz elish strategik bazasi barpo qilish fursatini chang tutib, cho'ng-cho'ng turlarni butun zanjirlik izlash, butun omillik kafolatlantirish, butun jarayonlik mulozimat qilishni kuchaytirib, bir turkum cho'ng-cho'ng turlarda orqa-orqadan ish boshlab, sanoat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotidagi kuchli quvvatni urg'itamiz. Qumul hozir xalqama taraqqiyotning oltin fursatini, keyin taraqqiy qilib eshib ketishning ochqishliq bosish mezgilini kutib oldi. Qumul shahri isloh qilish, yangilik yaratishni gavdalantirib, yangi sanoatlashtirish, yangicha shahar bozorlashtirish, yezi kentlarni gullantirish va shahar jamiyatini idora qilishni zamonaviylashtirish iborat 4 cho'ng xizmatni yaxshi ishlab, isloh qilish, etish holatida nishonga qarab davomli ilgarilamoqda. Bekar qilish bilan o'rnatishni tang tutib, yeshil bo'lishga yuzlanib, navbatdagi 15-5 yillik taraqqiyot yirik planini tuzish tarixiy fursatini chang tutib, an'anaviy kasblarning darajasini o'stirish va yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirishni tezlatib, ko'p manbalik tarakkiga ega zamonaviy kasb sistemasi barpo qilamiz. Şinjan cho'ngchilg'a suvchilik tuguni qurilishining tunji generator rotori 6-oyning 26 kuni esib qarashtirildi. Buning bilan dunyo bo'yicha eng egiz beton yuzlik tosh to'smiliq elektr stansiya generatori umumiy qarashtirish bosqichiga kirdi. Generator rotori suv turbinalik generatorining yurigiga o'xshaydi. Bu qitim esib qarashtirilgan birinchi generator rotorining sirtqi diametri 8 metrga yaqin, egizligi 3 metr bo'lib 2 soatga yaqin esib qarashtirildi. Cho'ngchilg'a suvchilik tuguni qurilishida 250 ming kilovatlik suv turbinalik generatordan 3 ni o'rnatishni planladik. Bu Şinjandagi sig'imi eng cho'ng, eng eg'ir rotor bo'lib, taxminan 560 tonna keladi. Cho'ngchilg'a suvchilik tuguni qurilishi Tianshanning g'arbiy qismidagi Aqsu viloyati Qum-Eriq daryosining o'rta tuvan yaqinidagi cho'ngchilg'ida to'smining eng egiz yeri 247 metr bo'lib, 80 necha qavatlik binoning egizligiga teng. Dunyo bo'yicha eng egiz beton yuzlik tosh to'sma. Qurilishning generator umumiy sig'imi 750 ming kilovatga yetadi. Yilda 1 milliard 893 million kilovat soat tok chiqaradi. Janubiy Şinjandagi 3 viloyat bir oblast elektr energiya sistemasining besiq mazgilida tok bilan ta'minlash vazifasini ustiga oladi. Qurilish bitgandan keyin ambar sig'imi 1 milliard 170 million kub metrga yetadi. Saqlanadigan suv 80 Shixo ko'lining suv miqdoriga teng. Tarim daryosining g'o'l iqinini ekologiyaga ishiladigan suv bilan ta'minlab, Aqsu daryosi vodisi sug'urish rayonida atiyozda qurg'oqchilik suv qis bo'lish ahvolini unumli hal qiladi. Tuvan iqindagi 8 million moddan ortiq etizning sug'urish sharoiti yaxshilanadi.
Qumul Chongqing musbat manfi 800 kilovoltlik alayda yuqori besimliq turaqliq tok yetkazish turining yurishlik yangi energiyani sirtqa yetkazish 14 turlik qurilishi yaqinda tekshirib o'tkazib olish bosqichiga kirdi. Bu 750 kilovoltlik Shimoliy Santanxu nom transformator punkti va 975 temir munar qurish va tangshashni o'z ichiga oladi. Bu qitimliq tekshirib o'tkazib olishda munar guruhi, liniya guruhi, yana o'lchash guruhidan iborat 3 guruhga bo'lindik. Aralab tekshirish nisbatini 100% yetkazamiz. 7 aydan 9 ayning 5-gacha 14 turlik qurilishda keyni-keynidan ishga kirishtirish sharoiti hozirlaymiz. 9 ayda bu 14 turlik qurilishni 750 kilovoltlik Shimoliy Santanxu va nom transformator punktiga birlashtirib, mos qadamda ishga kirishtiramiz. 14 turlik yurishlik qurilish ishga kirishtirilgandan keyin Qumulning yangi energiyalik tokni sirtqa yetkazish iqtidori unumli oshadi. Chongqingga yilda 20 milliard kilovat soatdan ortiq pokiz energiyalik tok yetkazish mo'ljarlandi. Өткізіліватқан 2025 yıllık Jungo Asiya Yevropa tovar savdosi ko'rgazmasi xalqaro almashtirish hamkorlik supsi hazırlab, boyliqdan ham bahrilanish, afzallik orqali o'zaro to'liqlashni amalga oshirib, chegara hal qilgan elektronlik savdoning taraqqiyotiga turtki bo'ldi. 2025 yillik tovar savdosi ko'rgazmasidagi savdoni ilgari surish muhim faoliyatlarining biri bo'lgan tunji navbatlik O'rta Osiyo va Rossiya chegara hal qilgan elektronlik savdo taraqqiyot yig'ini yaqinda o'tkazildi. Jungo O'rta Osiyo davlatlari va Rossiyaning hukumat savdo jamiyatlari, setivli savdogarlar vakillaridan bo'lib 160 necha odam yig'in qatnashib, boyliqni dal joyida o'dillashtirdi. Yig'inda 3 turda kelishim imzolandi. Supa mulozimati chet eldagi ul asliha qurilishi texnika orqali quvvat qo'shishdan iborat 3 jihatda Jungo Xinjiang O'rta Osiyo va Rossiya bozoriga o'dilishadigan oltin 3 projekt barpo qilinadi. Xaynandagi bir shirkat bilan birlikda AI supsi barpo qilamiz. Bu supa O'rta Osiyo davlatlarining tili, rus tili, Xanzu tili ara to'solg'usiz fikr almashtirish loyihasi bilan ta'minlaydi. Surat malni farqlantiradi. Bu yumshoq materialni chegara hal qilgan elektronlik savdo bilan shug'ullanadigan texnik postlarga umumlashtirishni orzu qilamiz. O'rta Osiyo davlatlarida sklad, raqamlik ayirish setish supsi qurib, chet elning elektronlik savdodagi setish terminaliga umumyuzlik ulanish orqali ularning Jungoning yuqori sifatli mahsulotlarini texnik yuqori unumda setib ola olishiga yordam qilamiz. 6 ayning 28 kuni o'tkazilgan 2025 yillik Osiyo Yevropa Ipak yo'li chegara hal qilgan elektronlik savdo kasb taraqqiyoti bo'yicha almashtirish udilish yig'inida Xinjiang chegara hal qilgan kasblar ittifoqi qurildi. Chegara hal qilgan elektronlik savdo bo'yicha 4 hamkorlik turida mos qadamda kelishim imzolandi. Xinjiangdagi 3 erkin savdo sinaq rayoni, bo'lak rayoni va 4 universal sinaq rayonidagi ko'plagan kasb rayonini tutashtirib, texnik ko'p chegara hal qilgan elektronlik savdo korxonasiga mulozimat qilib, boyliqdan ham bahrilanamiz. Bu navbatlik tovar savdosi ko'rgazmasida tunji qitim toksikilit kasblari maxsus ko'rgazma rayoni ta'sis qilindi. Davlatimizdagi 200 korxonaning toksikilit, velosiped, litilik batareya, zapchas, ambahirlik mulozimat qatorliqlarni o'z ichiga olgan tadqiq qilib yaratish, yasimchilikdan tortib aql safargacha bo'lgan butun kasb zanjirini qoplagan mahsulotlari namoyon qilindi. O'rta Osiyo, Janubiy Osiyodagi savdogarlarga Jungoning toksikilit kasbi jihatdagi ahvolini texnik cho'nqur bildirib, texnik ko'p fikr almashtirib, mahsulotlarimizni xalqaro yuzlantiramiz. Bu navbatlik tovar savdosi ko'rgazmasida ilg'or fan texnika va kasb taraqqiyoti natijasi mustahkamlandi. Jabduq yasimchiligi, yangi energiya qatorliq sohalarga ko'plagan korxona cho'lpon mahsulotlarini elib kelib, amaliy kuchini namoyon qilib, hamkorlik fursati izdadi. Bu navbatlik tovar savdosi ko'rgazmasining zal sirti ko'rgazma supsida davlatimizda ishlangan yezilik mashina uskunalari, gidrogen energiyalik avtobus, yemaklik zamburxona aql o'stirish bulut ambri qatorliqlar yig'ildi. Sol tarafimdagi shofersiz kan avtomobili hammaning diqqatini tortdi. Xubey Qishitian avtomobil paychaklik shirkati elib kelgan yangi energiyalik shofersiz kan avtomobili Xinjiangda tunji qitim ko'rgazma qilindi. Men hozir kabinkaga chiqdim. 5G pilot texnikasining qo'llanilishi bilan har bir mashg'ulot millisekund darajasida kan avtomobilda namoyon bo'lib turdi. Buni Xinjiangning kanchilik sohasida zo'r kuch bilan umumlashtirib, kan ichish sohasini texnik yuqori unumli, texnik tuvan karbonliq, texnik aql kan transport sistemasi hal qilish loyihasiga ega qilamiz. Hozir 10 xaridor bilan suhbatlashdik. Tunji e'lon qilishimizning unumi ro'shan bo'ldi. Tovar savdosi ko'rgazmasida Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudunxaba rayonidagi 14 jabduq yasimchiligi korxonasi aql haydildigan 12 metrlik ommaviy avtobus, yangi nusxadagi sanduqliq paxta yig'ish mashinasi, maxsus avtomobil qatorliqlarini o'z ichiga olgan yangi mahsulotlarni elib kelib, zamonaviy kasb sistemasining yangilik yaratish hayoti kuchi va to'planish amaliy kuchini markazlik namoyon qildi. Mashina ishlab chiqarish mukammal kasb zanjirimizni namoyon qildik. Jabduq yasimchiligi markasining donqini chet elga chiqaramiz. Zal sirtida ko'rgazma qilinayotgan cho'ng mashinalar diqqatni tortdi. Ko'rgazma zalidagi korxonalar o'zlarining cho'lpon mahsuloti va turlarini bevosita namoyon qildi. Bu yer tuzilishi qum modelida yadro energiyasining universal ishlatilish muhiti namoyon qilindi. Buning burjikiga g'oyat zo'r energiya yoshirilgan. Bu davlatimizning muhim quroli bo'lgan yangi avlod sun'iy quyosh Jungo aylanma iqim 3-chi.
Bu Quyoshning ichki qismidagi yadro yig'ilish reaksiyasiga tahlil qilingan qurilma. Yadro yig'ilishidan hosil bo'lgan energiyaning material manbasi mo'l, bexatar, yuqori unumlik, pokiz, tuvan karbonlik bo'lishdek alohidliklarga ega. Bu orqali tok chiqarganda asosan karbon chiqarilmaydi. Texim ko'p hamkorlashqich tepish, shundaqla texim ko'p ekskursiyachiga Jungo yadro energiyasining taraqqiyotini tunishtirish uchun tovar savdosi ko'rgazmasiga qatnashdik. Bu navbatlik tovar savdosi ko'rgazmasi ommaga haqsiz ichib etildi. Hatto oxiriy joylardagi savdogarlar, shahar aholilari va sayohatchilarning ko'rgazmani aylanish qiziqligi nihoyat yuqori bo'ldi. 6 oyning 28 kuni kutib olingan ekskursiyachi 60 ming odam qaytimdan oshdi. Tovarlar xeyli ko'pkan. Jungolik rassomlar O'zbekistonlik rassomlar bilan birlikda chizgan rasmlar menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bu Bilayzuk, Zambiyaning, Rossiyaning qahvasidan setib oldim. Har qaysi ko'rgazma o'rinlari nihoyat yaxshi bezilibdi. Ko'rgazma maydonida kishilar intayin ko'p bo'lib, ko'rgazma kayfiyati yuqori bo'ldi. Bu istimalni oshirdi. Bu qitim to'rda va naq maydonda ko'rgazma qilib satdiq. Kunlik setish so'mimiz 30 ming yuandan oshdi. Ko'rgazma qilg'ach setib 80% mahsulotimizni setib bo'ldik. 4 savdogar bilan hamkorlashdik. Yangiliklarni amaliyotda ko'rib to'rdan setib olishdak iste'mol yipi qalqisi orqali zakaz bermoqchi bo'lganlar yuzdan oshdi. Hozir yozliq ochliqdan hosil elishdagi ochqishliq mazgil. Xotan, Qashqar, Aqsu qatorliq joylar dehqonchilik paytini ching tutib, bug'doy o'rib, har bir tal donni ambarga to'liq kirgizishga haqiqiy kapolatlik qildi. Açlıq setib karxanaları ambarını bekarlab, məbləğini to'liq tayyorlab, açlıq saqlash bexatarligini har taraflama kapolatlantirdi. Bu yil Xotan shahrida bug'doyning mobishi usuli 381 kilogrammga yetib, bo'ltirqidan 19 kilogramm ko'paydi. Bir qancha kundan keyin bug'doy o'rmisi umumyuzlik tamomlandi. 2300 mo yuqori o'lchamlik etizda sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirish, miqdorliq terish qatorliq texnikalarni qo'llanib, Shindong yurishlik a'lo sifatlik suvordini terdik. Bu yil Armo yerdagi bug'doy usulining 480 kilogrammga yetishini, bo'ltirqidan 30 kilogramm ko'payishini mo'ljallandik. Hozir Aqsu viloyatidagi 2 million 653 ming mon bug'doyni kombaynda o'rish boshlandi. Bug'doy pelos teriqchilik yangi andisining foydasida bu yil Shayar noyasidagi dehqon Dulianshangning bug'doy usuli bo'ltirqidan bir asidan ko'proq oshdi. Shuning bilan bir vaqtda har mo lozidan qilgan kirimimi 1500 yuandan ko'proq oshdi. Bu yil 150 mo yerga bug'doy va loz terdim. Kirishtirib terish andisining unumi yaxshi ekan. Bu yil yana molosoliq yil bo'ldi. Turmushimiz bag'ansir yaxshi bo'ldi, baxt tuyg'umiz oshdi. Bu yil 170 mo kuzgi bug'doy terib, yaxshi parvish qilgan edim. Birlik usul 450 kilogramm bo'ldi. Bu yil xeyli yaxshi kirim qildim. Qashqar viloyatining Yangisar noyasi, Mak noyasi, Koni shahar noyasida yozliq ochliq setib olish xizmati boshlandi. Joylar setib olish tartibini a'lolashtirib, tez tekshirib, o'lchab, hisobot qilib, ochliq pulini dehqonlarning hisobotiga dal vaqtida kirgizdi. 3 ton atrofida ochliq sotdim, pulni tezla kartaga sepadi. Bak rozi bo'ldim. Bug'doy terishdan tortib, o'rishgacha butun jarayon mashallashdi, bak qolayliq, pulni ilib bak xush bo'ldim. Bu yil 30 ming tonna bug'doy setib olishni planladik. Bug'doyni ambarga kirgizgandan keyin davlatning setib olish saqlash siyosatini qattiq ijro qilib, sufatiga qarab baho bekitamiz. Bahoni o'lchamni e'lon qilish, avrishkini ko'rsatishni ishga oshirib, dehqonlarning ochliqni qo'ldan chiqargan amon pulni topshirib olishiga haqiqiy kapolatlik qilamiz. Dünya Jungoşünaslarining nazaridagi Jungo Şinjan safari yurishlik faoliyati 6 ayning 27 kuni Urumchi shahrida boshlanib, nashriyat sohasi va tarjima sohasidagi Jungoşünaslarning nazar nuqtasi orqali haqiqiy astrolog umumyuzlik Şinjan dunyoga his qildirildi. Jungoşünaslarning nazaridagi Şinjan cho'nqur dialog faoliyatida Şinjandagi oliy maktab o'qituvchilari qatorliqlar Jungoşünaslar bilan hamturtki bo'lib, qanday qilganda texnik astrolog rangdor Şinjanni namoyon qilg'ili bo'ladiganligini muhokama qildi. 3 Jungoşünas Şinjan madaniyati, Şinjanning realligi, Şinjan turmushiga bo'lgan ba'zi o'yi va ta'sirotini o'zining nuqtasidan turib ham baharladi. Bu orqali o'zimizga texnik ishongan holda Şinjanni butun dunyoga tunishtiramiz. Dunyo xalqiga Şinjanni tushuntiramiz. Faoliyatda Şinjan nashriyatchiligini sirtqi yuzlantirish, yozuvchilar va muharrirlar kitob tonishtirish halqasi alayda o'rinlashtirildi. Jungoşünaslar Erkash Qurmonbek, Juli, Asha va Yusuf Aysodan iborat 4 yozuvchi va tarjimashunos bilan ijodiyat va tarjima to'g'risidagi ta'sirotini ham bahrildi. Şinjandagi har qaysi nashriyatlarning munosabatlik mas'ullari bilan qanday qilganda Şinjanning nashr buyumlarini dunyoga yuzlantirishga kuch qo'shib, Jungo bilan chet elning madaniylik jihatiga almashtirishi, o'zaro o'rnak elishini ilgari surgili bo'ladiganligini muhokama qildi. Şinjan mushundaq o'ziga ishonadigan usulda dunyodagi har qaysi davlatlarga yuzlanib, madaniyat almashtirish, xalqning o'zaro fikr almashtirishi jihatda mo'l mazmunliq Şinjan zamonaviy Şinjanni har taraflama namoyon qildi. Bu qitim Şinjan kelib ko'p aslatga erishdim. Ishki dunyoyimni betdim. Men cho'qim bu bir necha kundagi hikoyani Romaniya xalqiga so'zlab, ularni Şinjanni ko'proq tushunishga, Şinjanni tanishga, Şinjanni suyishga yetaklayman. Navbatda Şinjanda 12 nashriyat bor. Xanzu, Uyg'ur, Qozoq, Mo'ng'ul, Qirg'iz, Shibadan iborat 6 millatning tili yozig'ida yilda 2500 necha xil nashr buyumi nashr qildi.
Avtonom rayon bo'yicha metal madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash asliga keltirish kursi 14 kun ichilib, tunugun Şinjan muzeyida oyoqlashdi. Kurs orqali Şinjanning metal madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash asliga keltirishning ilmiylashish, qeliplashish saviyasi o'stirildi. Tünögün tushdan keyin Xubey o'lkasi va Xubey o'lkasidan kelgan madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash asli keltirish mutaxassislari kursantlar asliga keltirgan metal madaniyat yodikorliklari natijalarini tekshirib o'tkazib oldi. Oltin ellik mis ajdaho beshining shakli o'zgarib berilgan, qisman joylari kam-tok hamda oltin hallari to'kilib ketgan edi. Turpanshunoslik tadqiqot o'rnining kandidat tadqiqotchisi Wang Shaoshong madaniyat yodikorligining material sifati, qurilmasini ilmiy analiz qilib, qo'g'dash asliga keltirish loyihasi tuzib, bu madaniyat yodikorligini qo'g'dash asliga keltirish xizmatini tamamladı. Şəklini tüzəşkə 2 gün ketdi. Muallim deb bəgən ənənəvi usuldan faydalanıb, həlləri tökülüb ketgan yerlərə azazdan həll bədi. Ko'pchilik nazariya va texnika sistemasini nihoyatda pishiq egiladi. Bo'libmi bu qitimliq fursatda yangidan e'lon qilingan o'lchamni to'liq bilib oldi. Bu qitimliq kursda Gugong muzeyi, Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi, arxeologiya tadqiqot o'rni qatorliq o'rinlardagi mutaxassis ilm ehlilari taklif qilinib, metal madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash asli keltirish nazariyasi, texnikasi va amaliyot usuli, zamonaviy fan texnika vositasini metal madaniyat yodikorliklarini asli keltirish jarayonida qo'llanish qatorliqlar cho'rdilib, nazariya va amaliy mashg'ulot birlashtirilib dars o'tildi. Metal madaniyat yodikorliklarini asli keltirish texnikasini o'rgandik. Qaytgandan keyin muzeyimizda saqlanayotgan metal madaniyat yodikorliklarini asli keltirib, ularni texnik yaxshi qo'g'daymiz. Fan texnikalik qo'g'dashda madaniyat yodikorliklarini asli holatiga keltirib qolmay, yana bu madaniyat yodikorligining qayerdan keltirilganligi, qandoq yasalganligi, qandoq hunar san'at ishlatilganligi qatorliqlarni bilishimiz kerak. Bu orqali madaniyat yodikorliklari hikoyasini yaxshi so'zlashga yaxshi asos sola olamiz. Tarbag'atay viloyati tunugun 5-navbatlik akkordeon madaniyati xalqaro san'at bayrami faoliyatini e'lon qilish hamda sayohatchilikni tanishtirish faoliyati o'tkazdi. Bu navbatlik san'at bayrami 8-oyning 16-kunidan 18-kunigacha Cho'chak shahrida o'tkaziladi. 4 cho'ng tur bo'yicha 17 xil faoliyat bor. Bundan boshqa avtomobil haydab sayohat qilish karnavali, mazalik taomlar madaniyati faoliyati, Jungo chalg'u jamiyatining akkordeon remont qilish bilan texnika mahoratini birlashtirib tarbiyalash kursi o'tkaziladi. Dövlətimiz işçi sırtidagi akkordeon san'atkorlari akkordeon madaniyatini rivojlantirish va xalq ishchi akkordeon madaniyatiga varislik qilish, uni avji oldirish tafakkur yo'li ustida muhokama yurgizib, xalqaro akkordeon madaniyati almashtirish, rivojlantirish o'rtaq tonishi shakllantirdi. Bu yil dövlətimiz içi sırtidagi akkordeon çalğıçılar və həvəskarlardan bo'lib jami 5070 kishini Vatanim degan muzikani o'rlashga taklif qildik. Eng ko'p odam birlashib akkordeon chilish dunyo Guinness rekordiga jang e'lon qilamiz. Xalqaro akkordeon madaniyati san'at bayramini vasita qilib Cho'chak shahrining akkordeon madaniyati markasining ta'sir kuchini uzluksiz oshirib, madaniyatni namoyon qilishdan kasbni taraqqiy qildirishchi bo'lgan halqishni amalga oshirib, madaniyat sayohat bilan yosimchilikning texim yuqori saviyada yo'g'irilishiga turtki bo'lamiz. Yazlıq tətil kelişi bilan Manas sahəsində şopurluqni öyrəniş yuqur dolquni көтөрүлдü. Yaşlar tətildən faydalanıb şopurluqni öyrənib pravi ilişni oyladı. Manasdakı bir şopurluq məktəbində ali məktəb imtahanı berib bolğan oquvchilar şopurluqni öyrəniş bilan aldiraş idi. Hava issiq bolsunmu, kursantlarning qizg'inligi yuqori bo'ldi. Ali məktəb imtahanı tugidi. Yazlıq tətil vaqtimiz yetarlik. Şunga şopurluqni öyrənishni oyladım. Tezrək pravi alğım bar. Hazır to'liq o'tirni bitkizganlar oliy maktab o'quvchilari ko'proq, kursant ko'p bo'lg'achqa kechtima o'rgatyapmiz. Hammalarning imtihondan o'tib pravini o'ngishliq elishini umid qilamiz. Tsinghua Dashuning 2-turkumdagi 8 magistr doktor aspiranti yaqinda Tarbag'atay viloyatida 6 haftalik ijtimoiy amaliyot faoliyatini boshladi. Faoliyat davomida aspirantlar Cho'chak akkordeon muzeyi, Baxtu porti qatorliq joylarni ziyorat qilib, odamiyat tarixi, rayon iqtisodiy taraqqiyoti qatorliq ahvollarni egallaydi. Portdagi har qaysi turlarning qurilish ahvolini tadqiq qilaman hamda hozirgi fan tadqiqot asosiga tayinib, binokorlik qurilish va yurishtirish, asrash mazgilda aql kuzatish, o'lchash, tahlil qilish va mo'lcharlash xizmatini ishlab, ilmiy maqolalarni sinoq rayoni tuproqqiga yozaman. 2024-yili Tarbag'atay viloyati Tsinghua Dashu bilan birlikda g'olliq aspirantlar asos qatlam amaliyot bazasi barpo qildi. Shu yili 7-oyda tunji turkumdagi 5 magistr doktor aspirant Tarbag'atayda 6 haftalik amaliyot faoliyatini qanot yaydirdi. Tarbag'atay viloyati texnik ko'p ixtisoslikni jalb qilish uchun ixtisosliklar taraqqiyot bazasi ta'sis qildi hamda oliy maktablar bilan hamkorlik munosabati o'rnatdi. Turli ixtisosliklarni yetishtirishni tezlatish, kirgizish va yaxshi ishlatish, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozimat qilishga doir 30 turli tadbirni chiqarib, nuqtaliq sohalarda ixtisosliklarni kirgizish salmog'ini zo'raytib, talantlilarni keng ko'lamda qabul qilamiz. Xabarlarimiz tugadi. Ko'ngilga rahmat, xayr xo'sh.
你眼中，新疆是什么模样？是166万平方公里的山河澎湃，还是丝绸之路绘就的历史长卷？是3山加2盆的纵横辽阔，还是斗转星移间的4季更迭？新疆位于亚欧腹地中心，2500多万各族人民在这片热土上和谐共荣，休戚与共。在天与地的交汇处，大地孕育生命，河流奔腾不息。新疆已近在身旁。玉石之路，丝绸之路，穿越沙漠，翻过雪山，跨过长河，连接起东西方文明，成为举世闻名的外贸交流、文化传播之路。一系列古城遗址、国宝文物，标注着新疆的来处，见证着在多民族大一统格局之下，历代中央政权都对新疆地区行使着管辖权，彰显了中华文化开放包容的气质和风采。木卡姆、麦西热府、马纳斯等世界级非物质文化遗产项目，显示着文化脉搏生生不息，让新疆灿若繁星的文明得到永续的传承。当云雾化作雨雪冰川，深入群山，大地仍在生长，溯源河湖，生命以此为家。从逶迤雪山到湛蓝湖泊，从葱郁绿洲到广袤草原，从浩瀚沙漠到苍茫戈壁，斗转星移间，四季奏响乐章。春之声穿过喀赞旗蓝白小镇的街头巷尾，穿过喀